IELTS imtihoniga necha oylab tayyorgarlik ko'rdingiz, praktik qilayotganda natijalaringiz zo'r chiqyapti, lekin IELTS imtihon topshirganda natijangiz kutganingizdan ancha past chiqdi. Siz praktikni kam qilmagansiz, siz praktikni noto'g'ri qilgansiz. IELTS imtihonlari kompyuterga o'tgandan keyin bu ko'pchilik o'quvchilarga shok bo'ldi va bundan keyin o'quvchilar potensialdan ancha pastroq ball olishni boshladi. Bu videoda CGI'dagi top 5 ta xato haqida gapiramiz va shularga yechimlar ham berib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun maxsus sovg'amiz bor. Bu sovg'ani qanaqa yutib olishni videoni oxirida aytaman. Assalomu alaykum, men ismim G'anisher, shaxsiy IELTS ballim 8.5 va IELTS Zone'da 3 yildan buyon IELTS instruktori sifatida faoliyat yuritaman. Bu holat meni o'zimni ham boshimdan o'tgan. Shaxsiy IELTS ballim 8 bo'lgan payti men birinchi marta CGI topshirganda overall ballim 7.5 chiqqan va bu meni shokka tushirgan. Buni asosiy sababi computer delivered IELTS ga men qanaqa qilib tayyorgarlik ko'rishni bilmaganman. O'quvchilarni ballini tushirayotgan xatolarga keladigan bo'lsak, shulardan birinchisi bu kompyuterda ishlashni juda kech boshlash. Ko'pchilik o'quvchilar o'ylaydi, imtihonga bir hafta yoki 10 kun qolganda kompyuterda ishlashni boshlasam bo'ladi deb. Lekin bu eng katta xatolardan biri. Chunki kompyuterga moslashga ham ancha vaqt ketadi. Hozir sizlarga juda ham foydali tavsiya beraman. Kompyuterda ishlashni boshlashni birinchi typingni o'rganishdan boshlash kerak. Chunki ko'pchilik o'quvchilar qanaqa yozishni bilmaydi. Listening, readingda o'shaning uchun ham juda ko'p savollarni o'tkazib yuboradi. Writingda ham masalan 1 soatda tugata olmaydi. Buni asosiy sababi tez yozishni bilmaslik. Shaxsan men o'zim ishlatadigan va o'quvchilarimga tavsiya qiladigan typing veb-saytlarini ekranda ko'rishlar mumkin. Bularni bemalol kirib, o'sha typing speedinglarni, ya'ni tezliginglarni va qobiliyatinglarni ancha ko'tarib olsanglar bo'ladi. Ikkinchi ko'pchilik o'quvchilar e'tibor bermaydigan narsadan biri bu listening, readingdagi funksiyalarni o'rganib chiqmaslik. Funksiya deganda men nima demoqchiman? Highlight funksiyasi, save funksiyasi, note funksiyasi, hatto bu note bilan save borligini ko'pchilik o'quvchilar bilmaydi ham va e'tibor ham bermaydi. Lekin imtihonda bu funksiyalar sizni ishingizni osonlashtirishi mumkin, ya'ni test bajarishingizni ancha osonlashtirishi mumkin. Masalan, shaxsan o'zim oxirgi imtihonimda hamma funksiyalarni to'g'ri ishlatganim uchun listening, reading ballarim 9.9 chiqdi deb o'ylayman. Bu funksiyalar qanaqa ishlashi haqida IELTS o'zining official websaytida video explanationlar bor, ya'ni tutoriallar bor. Imtihonga kirishdan oldin aniq bu videolarni ko'rib chiqishingiz kerak. Ularga linkni pastda qoldiramiz. Uchinchi xato bu noto'g'ri test materiallaridan foydalanish. Bilasizlar, hozir Telegramda juda ham ko'p real exam kanallari bor va hammasi HTML shunaqa saytlar yaratishyapti va bularning juda ko'pchiligida muammolar bor. Masalan, highlight yoki har xil real examdagi funksiyalar ishlamaydi yoki javoblar xato chiqadi yoki umuman javobni to'g'ri topsangiz ham xato hisoblaydi va bu o'quvchilarni juda ko'p confuse qilib qo'yadi. Bu uchun sizlarga ikkita reliable sourcedan aytib ketaman. Agar Cambridge materiallarini qilmoqchi bo'lsangiz, innovate.com degan veb-saytda qilsanglar bo'ladi. Men shuni o'zim shaxsan tavsiya qilaman. Lekin mock imtihonlari uchun men IELTS Zone'ning o'zini online mock platformasini tavsiya qilaman. Agar siz shunaqa to'g'ri va ishonchli materiallardan foydalanadigan bo'lsangiz, imtihonda ham potensialingizdagi ballingizni olib chiqa olasiz. To'rtinchi muammo bu o'quvchilar real exam pressure'ga tayyor emasligi. Chunki ko'pchilik test topshiruvchilar uyda o'ziga komfort zonani yaratib olgan va vaqtni ham o'ziga qancha kerak bo'lsa shuncha beradi. U umuman imtihondagi atmosfera yo'q uyda. Lekin sizga tavsiya qilaman, imtihonda o'sha real exam atmosferani yaratib olib, distractionlarni yo'qotib, telefondan boshqa narsadan foydalanmasdan bitta o'tirishda 3-4 soat test bajarib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Aynan shuni siz haftasiga 1-2 marta qiladigan bo'lsangiz, testdagi pressure'ga ham o'zingiz mentally tayyor bo'lasiz. 5-xato feedbacksiz tayyorgarlik ko'rish. Bilaman, juda ko'p eshitgansiz, hamma aytadi feedback ol, lekin men sizga aytaman, feedbackni ham qanaqa olishni o'rganish kerak. Masalan, ChatGPTda sizga to'g'ri assessment bera olmaydi. Skorlarni ko'rib, u depressiyaga tushib qolishingiz mumkin. Chunki ChatGPT men o'zimni ham masalan 8 ga essaylarimga 7-6.5 qo'yadi odatda. Va men ChatGPTdan skor uchun emas, feedback olish uchun, ya'ni faqatgina word choice, grammar mistake'larimni to'g'rilash uchun ishlataman. Va bundan tashqari sizni o'zingiz o'qituvchingiz bo'lishi kerak, ya'ni mentor sizga speakingga va writingga feedbacklar berib, imtihonga kirib chiqqan inson sifatida o'zini ekspert bilimlarini siz bilan ulashishi kerak bo'ladi. Bu sizni imtihoningizgacha xatolaringiz ustida ishlab, imtihonga to'g'ri kutuv bilan kirishingizga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, CGI, ya'ni Computer Delivered IELTS unchalik ham qiyin emas va paperdan juda katta farq qilmaydi. Shunchaki siz kompyuterda ishlashni oldinroq boshlab, listening, readinglarni, funksiyalarni o'rganib chiqib va imtihoningizgacha real exam atmosferani yaratib, shu bilan birgalikda ustozingizdan ham feedback olib tayyorgarlik ko'radigan bo'lsangiz, imtihonga kirish va baland ball olish siz uchun muammo bo'lmaydi. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz bu sovg'ani olishga loyiqsiz. Men 300 ta reliable CGI materiallar tayyorlab qo'yganman va shuni 10 ta o'quvchi bilan ulashmoqchiman. Ushbu sovg'ani qo'lga kiritish uchun videodan olgan xulosalaringizni va o'zingizda qilmoqchi bo'lgan o'zgarishlarni batafsil yozib qoldiring. Biz 10 ta eng yaxshi izohlarni tanlab olib, shu izohlarni yozgan insonlarga o'z sovg'amizni topshiramiz. Video foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib,
bu videoni do'stlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.